Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti homiladorlikdan keyin, ya'ni yosh bolasi bor onalar uchun sut ishlab chiqarishni oshirish mumkin bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatida shularni aytib o'tadi. Ba'zi o'tkir hidli mahsulotlar, masalan, piyoz, brokoli, karam, gulkaram, ziravorlar va loviya sutni yoqimsiz qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni sutni yoqimsiz qilgandan keyin chaqaloqni bu bezovta qilishi mumkin. Agar bu sodir bo'lgan bo'lsa, ushbu mahsulotlarni iste'mol qilishdan tanaffus qilish kerak. Ya'ni siz piyoz, brokoli, karam, gulkaram, ziravorlar va loviyani yoki loviyani ham iste'mol qilishni kamaytirishingiz kerak bo'ladi. Suyuqlik iste'moli majburiy yoki cheklangan bo'lmasligi kerak. Ya'ni suyuqlikni bemalol iste'mol qilaverasiz. Siz ya'ni onalarga aytilyapti, bemalol suyuqlikni iste'mol qilasiz. Odatda emizikli onaning suyuqlikka bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun kuniga 3-4 stakan qo'shimcha suv yetarli bo'ladi. Eng yaxshi ichimlik suv, shuningdek oz miqdorda yangi siqilgan meva sharbatlari tavsiya etiladi. Gazlangan shirinlashtirilgan ichimliklar tarkibida sun'iy bo'yoqlar, xushbo'ylashtiruvchi yoki shirinlashtiruvchi moddalar bo'lgan ichimliklar, energetik ichimliklar umuman iste'mol qilmaslik kerak. Ya'ni rangli ichimliklar, ya'ni bu limonad deb aytamiz o'zimiz so'zimizda, yoki har xil rangli ichimliklar, bular misol uchun Fanta bo'lishi mumkin, shunga o'xshash Pepsiga o'xshash ichimliklar bo'lishi mumkin va energetik ichimliklar ham bo'lishi mumkin. Mana shu ichimliklarni ichmaslikni tavsiya etadi. Sut ishlab chiqarishni oshirish mumkin bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari ro'yxatini berib o'tadi va shu narsalarni aytib o'tadi. Kofein nafaqat qahva tarkibida, balki energetik ichimliklar, eriydigan qahva, ko'k choy, Coca-Cola tarkibida ham mavjud. Kofeinning 1% ona sutiga o'tadi va 60 daqiqadan so'ng uning eng yuqori konsentratsiyasiga erishiladi. Agar ona haddan tashqari ko'p miqdorda kofein qabul qilsa, bolada kayfiyat o'zgarishi, asabiylashish, spazmlar, shuningdek uyqu buzilishi kuzatiladi. Amerika pediatrlar assotsiatsiyasi kuniga 3 finjondan ortiq qahva ichishni tavsiya etmaydi, ammo har bir ona bolasini xatti-harakatiga qarab unga ta'sir qilmaydigan qahva miqdori haqida bilib olishi kerak deb aytib o'tgan. Ya'ni qahva ichayotgan ayrimlar qahvani juda yaxshi ko'radi. Qahva ichayotganlar uchun, ya'ni bu yerda kofe nazarda tutilyapti, me'yorda ichish kerakligini hamda eng sifatli kofeni ichish kerakligini aytib o'tyapti. Iloji boricha o'sha dozalarga, ya'ni me'yorlarga e'tibor bergan holatda kamroq holatda iste'mol qilishni tavsiya etmoqda.